Unikal o'zbek brendi bu Shoygul. Xo'sh, amerikaliklar mana shu brend haqida nimalarni bilishlari kerak? Biz olib kelgan mahsulotlarimiz mana shu yerdagi raqobatchilarimiz, mana Xitoy, Bangladesh, Pokistondan kelgan, Turkiyadan kelgan bizni deylik hamkasblarimizni mahsulotlariga nisbatan sifat nuqtai nazaridan ham qolishmaydi, narx nuqtai nazaridan ham bemalol raqobat qilish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Bu yerdagi stendni ham ko'rsatsangiz bizga. Adashmasam, u yerda tayyor mahsulotlar, to'g'rimi? Bu yerda tayyor mahsulotlar. Shoygul Mergantex. Bularni hammasi O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz tomonidan olib borayotgan islohotlarni mevasi deb hisoblayman. Mana o'zimiz mana shu ko'rgazmalarga nafaqat ishtirokchi bo'lib, endi mana shu yerda Yevropaga ham, mana Amerikaga ham o'zimizning mahsulotlarimizni endi konteyner olib kelib eksport qilish vaqtiga muyassar bo'lamiz.